Asosiy yig'ilishdan maqsad o'tkazishdan maqsad Agrobank tomonimizdan sizlarga kredit turlarimiz bo'yicha to'liq tushunchalar berish. Hozirgi kunda olib borilayotgan faoliyatimizdagi kredit turlarimiz bor. Agrobank tomonidan 17 millionlik biznesga birinchi qadam degan kredit turimiz bor. Mahalla loyihasida 50 millionlik kredit turlarimiz mavjud bo'lib, mahalla loyihasi bo'yicha 50 million kredit turimiz 5 yilga 2 yil imtiyozli davr bilan beriladi. Bu ayollarga 23%dan, erkaklarga esa 25%dan ajratiladi. Bundan tashqari 17 millionlik kreditimiz esa 4 yilga 6 oy imtiyozli davr. Imtiyozli davr nima degani? Imtiyozli davrda ajratilgan kreditda faqat foiz summasini to'lab boriladi. Buni ham foiz stavkasi ayollarga 23%dan, erkaklarga esa 25%dan tashkil qiladi. Bundan tashqari tadbirkorlik bo'layotgan bo'lsa, tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan bo'lsanglar, garovsiz 100 milliongacha bankimiz tomonidan tadbirkorliklarni yanada rivojlantirish uchun, ishchi o'rinlar yaratish, kengaytirish uchun 100 milliongacha kredit ajratiladi. Yoki bu 100 million menga yetmaydi, tarmog'imni kengaytirmoqchiman, yanada keng qilib ishchi o'rinlar ko'p yaratmoqchiman desanglar, 300 milliongacha garov evaziga kredit turlarimiz mavjud. Agar qandaydir yana boshqa kredit turlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bulardan Xudo xolasa yil davomida sizlarga tanishtirib boramiz.